Salom bolalar. Bugun biz Robloxda olim bilan birgalikda birga bir otishmali o'yin o'ynaymiz. Ya'ni Rivals o'ynaymiz olim bilan birgalikda. Rivals o'ynab ko'rganlar biladi. Birga bir otishmali o'yin. Xo'sh, videomiz boshlanidan oldin videomizga albatta bir dona like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada любой xohlagan fikrlaringizni yozib ketinglar. Va bu o'yinda kim yutadi deb o'ylaysizlar? Olimmi yoki Oybekmi? Olim yoki men, kim yutadi deb o'ylaysizlar? Albatta kommentariyada yozib ketinglar. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Salom do'stlar, oldin kutasiz. Qani do'stlar, bo'lmasa boshlaymiz. Chiqib ketsa mana hozir o'yinga kirib ketadi. Ketdik, go. Qani do'stlar, bizlar ketdik. Qattiq o'yin bo'ladi. Qaysi arena? Backrooms, bridge, chess, playground. Mayli, arena bo'lsin. Bolalar, videomizga bir dona like bosib qo'yinglar va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Va bu o'yinda kim yutishini albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Bolalar kelyapsizlar, o'sha olamshot berish boshladi. O'sha tamom. Yo'q endi. Qattiq o'yin bo'ladi. Olim qayerga ketgan bolalar? Bolalar. Videoni ko'ryapsizlar-ku. O'sha kim qolyapti, kim yutadi, taxminiy shot yozib ketinglar-chi. Necha bo'lib qoladi? Yozinglar taxminiy shot. Bolalar, kommentariyada shot yozib ketinglar. Hozircha 3-0. 5-0 bo'ladimi yoki olim yutib ketadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Olim qani bolalar? Uy! Mahal o'ldim yo'q. Mayli bolalar. Birinchi shot berdi olimga. Olim ham shot olsin. Bolalar o'sha remontada bo'ladi, hozir qarab turinglar. Ko'ryapsizlar-ku. Bolalar, oxirgisi shotni ko'rdilar, qanaqa bo'ldi? Rematchmi? Bolalar, keldingizlar-yu, oxirgisi kulak bo'lmadi-yu. Oxirgisi bomba bilan. Qani olimdan endi remontada kutamiz. Hoppalarini. Nima edi bu? Nima edi bu?
Bola olim bilmay o'ynamayapti. Kommentariyada yozib ketinglar, qani shotinglarni. Ikkinchi raundimiz necha bilan yakunlanadi. Rivas Oybek Tursun. Jonni qaranglar. O'zlamasam bo'lar Bola, kelasizlar o'sha. Mayli bolalar, hozir 3-1 bo'ldiki, 5-1 yana eski shot takrorlanishi mumkin, qarab turinglar. Tarix. Vuy. Pislikni olib o'tyapman, buni qaranglar. Insofdanmi shu bolalar, buni qaranglar-da. Qanaqa bir o'ynaysizlar. Qoch kitobni olib. O'sha sal yuqori bo'lyapti o'tgan safargi shotdan. Bola. Boş. Ya. Давай. Hozir bu o'yindan chiqdik bolalar. Snayperskiy endi? Albatta, men o'zimni Dahshat bo'ladi hozir bolalar. Dahshat o'yin ketadi ana endi. Давай, ketdik сразу. Oblastlar kutib turmasin. Qaysi? Qani kimniki bo'lar ekan? Qaysi biri bo'lar ekan? Tamam, o'sha men qoldim, olim sotib oldim buni pulga. Tamam, ha olim? Ha, tanonam bo'lyapti o'zi. Mayli, e'tibor bermaymiz. Bu bir yengil shamol, hozir biz urib tashlaymiz endi. Aytdim o bolalar. Nima deyapsizlar bizga? Yebla. Yebat. Yeb. Mayli. Ey. Qanday men ko'rinmay turib? Men ko'raman. Через tek ko'raman. Besh gapirib bermadi ha olim. Shot.
Ey. Qanday bu? Zaddishga bo'libdi bera. Mayli, e'tibor beramiz. Yana shu zonami? Endi biz remontada qilamiz. Qani bolalar ketdi. Go. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Endi kommentariyada yozinglar-chi. Olim. Ha, mayli. Hali bu boshlanishi. Bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Remontada qila olamizmi, yo'qmi? O'g'lim qani? Qayerda o'g'lim? Ye? Mayli. Yo. 2-2. Oxirgi lekin hozir 3 ga o'yish terka 5 ga 5 bo'lib ketsa, onasi hamsin. Yomon lekin qiynab qo'yadi. O'sha pirsel bosmasdan o'tib turibman o'sha. Gap yo'q lekin. Oğlum qana bolalar. Ye, oğlum qani? Terka uch. Yoki men aytaman yoki olim boshqa top qo'yadi mendan. Rematch berdi olim. Hozircha bir gapirmayni bu zonaga. Bir gapir. Bola ko'rizlar. Rematch qildik. Ikkita shot oldinda yutdik, 5-i 3 shotda. Endi bu zonada ko'ramiz, kim g'olib chiqadi deb o'ylaysizlar. Yozinglar-chi kommentariyada. Qo'sh. Maqlamiz. Ya qochi! Mayli. Tiqilib qoldim men. Hech qisi yo'q. Oğlum qassob. Nima deb o'ylaysizlar bolalar, kim yutadi? Kim? Bolalar o'sha ko'rmasdan uryapman, qayerda turibsizlar-yu? Ko'rmayman, otsam bo'ldi o'zi. Olim qani?
Ye. Ya bırak bana ki. Ne oldu o oğlum? Oy yomon bo'ldi lekin. Oldu mu? Ya bu Eee. Ha qaytib o'ynaymiz shuni. Bolalar, hozircha men 2-1 hisobda olimdan oldinda turibman. Qani endi ko'ramiz. Kim yutadi? Olim yoki hisobni tenglashtiradi yoki yana bittada qolib ketish ehtimoli bor. Yo. Gap yo'q lekin. Olim hozircha oldinda bolalar. Bella. Mayli e'tibor bermaymiz. Bu bir yengil shamol. Qattiq shamolga aylanib kelsa qolib ketishimiz mumkin. Bella. Olim hisobni tenglashtirmoqda. Hisobni tenglashtira olamizmi yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Qayerdan bu? Qayerdan paydo bo'lib qoldi olim? Hop. Qayerdan bu? Ha, mayli. Hisob tenglashdi. Hı? Ha, bo'ldi. Yoki olim o'tib ketadi yoki men. O'yin davomida ko'ramiz endi buni. Mayli-da, kimgadir yoqsak, yoqmasak. Hech qisi yo'q. Bu bir yengil shamol. Al oldinda telefon keladi. 5 yil berib ketadi keyin. Menda ham shunaqada. Ha, menda ham shunaqa bo'lib qolyapti-da. O'tirib bo'lib qolaman. Olam o'tgandan keyin. Nima edi bu? Ha, bu hisobdan emas bu. To'g'ri o'ynash kerak. Ya, bu haqqoniy emas, oğlum. Montaj bu. Ko'rib turibsizlar, montaj. Yo'q, buni endi.
O'lmadim. Gap yo'q lekin. Men shunchaki. Bu bir yengil shamol. Ha? Bo'ldi, ha, bo'ldi. Hadi, mana tashib ketmaymiz. Voy, shu narsa qilaman deb Mayli bo'ldi. Hech qisi yo'q. Hozir oldindamiz. Balkim yutarmisa, balkim yo'q. Kim yutadi bu hozir oxirgi shot. O'sha bilan 5 2 bo'ladi, yo'q 3 2 bo'ladi, 5 3 2 bo'ladi. O'shanda kim yutsa o'sha 3 bo'ladi. Oğlum qani bolla. Voho! Yebilla. Gap yo'q lekin. İnternetten вообще ishlamaydi, onasini hemsin. Sakraganingizda otaman. Pastga tushganingizdan keyin bo'ladi. Yo, en qizig'i, ha, ota bergandan keyin o'sha vaqtda internet sababli shunday bo'lyapti-da bu. Bosh. Qani endi kim yutadi deb o'ylaysizlar bolalar? И Ya bu nima aytadi bu? Wi-Fi tanasizmi? Ha, shu Wi-Fi'dan bo'lyapti. Yomon qotib qolyapti-da. Wi-Fi sal nozosi yo'q qoldi. 1 minut. Vosh, ot qoldi-ku. Mavera emasmi? Öyle ya, aynen işte. Wi-Fi o'zgardi-ku. Ho'sh, bolalar. Necha minut bo'ldi videomiz o'zi? Yo, bolalar, shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr. Bolalar, videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga.